Assalomu alaykum YouTube obunachilar. Mana yana bitta ishimizni tugatdik. Bu xonamiz 960 ga 3,5 metrlik xona. Xonamizga 9 million so'm rasxod ketdi material ichida. 9 million MDF'lari bor, svitlari bilan 10 million tagiga borib qoldi. Usta puli 80 mingdan qoldi xonani kvadratiga. Devorlar tosh holatda turibdi. Biz Dehqonobodda, endi ko'pchilik toshni ko'rmagan bo'lishi mumkin. Bizda tosh bilan teriladi devorlar. Hali montajlar ham bo'lmagan. Devorlar ham avval bo'ladi, xudo xolasa sovuqdan keyin. Şu an ama. Şuna ilişki tüyüyor ya aleyküm. Dur çıktı. Ha, listesi yutuyor mu tutun? Hammasi o'tangmi? Yongan mama. Hammasi yongan ha. Mana. Bu yoq uyda egasi bo'ladi. Nima yaptın? Kimga shunaqa xizmatlar kerak bo'lsa, pastda nomer qoldiramiz, bemalol telefon qilib Qashqadaryo, Surxondaryo bo'lib xizmat ko'rsatamiz. Nima jammoy turibdi? Yana bitta xonamiz bitgandan keyin video qilib tashlaymiz. To'g'ri hamma. Hammaga rahmat, sog' bo'lasiz, salom.